Assalomu alaykum. Hurmatli Chorvazon obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrli aka-uka, opa-singillar, sementalda ashaddiy muxlislar. Qadrli obunachilar, sigirimiz sog'ish jarayoni. Tek turadi. Mana chiqishi mana. Biz akonday to'kib beradi. Men sizlarga bitta dona zo'r sigirimiz bor, o'shani ko'rsatamiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsating. Manfaatli zo'r video bo'ladigan umidamiz. Sigirda gigantidan kerak aksiya qiling deganlarga bitta dona aksiya qilamiz, yomon aksiya qilamiz obunachilar. Kimga video davomida sutdan chiqqan buzoqlarimiz bor, ularni ham birma-bir ko'rsatishda davom etamiz. Sizlar videomiz yoqsa bittadan layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab tursaling, biz sizlarga bundan ham zo'r aksiyalar qilamiz. Xudo xolasa xonajinda puliga sigir beramiz sizlarga. Suti bor, qonida bolasi yo'q, lekin suti boridan qilib beramiz. Assalomu alaykum. Mog'bir aka. Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zimga yaxshi ko'rgan sigirini sotib hozir. Aha. Nimaga sotyapsiz bu sigirni? Obunachilarimizga sigir kerak ekan-ku. Endi buni yaxshi ko'rsam baribir beraman-da. Janob. Buni sotishimning sababi silosi ham kichkina. 3% zo'r va nima kiradi? bir sepda silos kiradi. Aha. Endi 3 ta sigirim bor, buzularim bor, yevoryapti. Ishdan chiqarmay qolaman. Bu jonivorni qarang. O'taymi yuvosh ekan-a jonivor. Vahshi yuvosh, yeyishi ham zo'r, ishi ham zo'r. Qadrli obunachilar, buni olasizlar, haligi xonajinda olib, bu tepiyapti, u qil, 5 mahasa, u qil. Bilas gap so'z bo'lmaydi, olasizlar, yem berib, sutini sog'ib, bola qo'shib, enagalik qilib bersa bu bo'ldi. O'zi 2 martalab pulni chiqarib yuboradi. Go'shini pulda yuraveradi. Xudo xolasa. Mol sog'lom ol. Aha. Kelib, ligoxonasiga sinab oladi. Mol ikkita tuqqan. Uchinchisiga qo'yganmiz. Aha. Qochmagan. Urib Qochmagan. Aha. O'ziga tekshirtirdi. Bu haligi ichida anaqasi kasal basmi. O'ziga undan narsa demadi, u qator o'qib pastladi. Shu unaqa kasalligi yo'q. Bo'ldi. Ikkita tuqqan uchinchisiga bo'g'oz bas. Qisir. Ha, Yevropaniki. Xullas ikkita tuqqan bor. Unaqa nima bor? Mana baklarni ko'rsatib chiqargan. Yelilar haqiqatda kuchli. Xohlasalar orqa tomondan sog'asizlar, xohlasalar ko'ygan tomondan sog'asizlar. Narxiga yo'lida qarang. Yo'lida qilib, zo'r qilib, haligi olib turib, umuman ziyon qilmaydigan mol-ku. O'shanga qarab ziyon qilmaydigan qilib gapiring. Nuvosi bor odam aka-ukalarimiz bo'lsa, yo fermer aka-ukalarimiz bo'lsa, olib turib tashlab qo'ysa, nuvosida bittada qochadi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mendan hisob nuvosi yo'q bilasiz. Buni endi men yetalab nuvosga bor qolgan bunaqa yetuvchi vaqtdan toqatarman. Birinchi navbatda silosim yetmayapti. Buni olaman deganiga 40 o'tib beramiz. 40 demasdan kamiga o'tib bering. Bitta telefon qilgan odam olsin. Bitta telefon qilgan odam olsin. Mazza-yu, buni go'shini hisoblang, shu pullar, vesini hisoblang. Hozir misol o'zingiz bunday so'rab surishtiring-da. Semiz molda, semiz xonajin yo sigirda yemlangan narsani kiloga necha pul oladi? 50 ming topib oladi-da, kamida. Endi obunachilarimga aksiya qilamiz deb qo'ydik-ku boshida, o'shaning uchun kami qilib bermassiz bo'lmaydi. 40 million tepasiga ketadi mana shu mol. Qarang. Mayli olaman, dehqonman yoki fermerman, qochirib olaman, so'ymayman deganiga xayriga o'tib beraman. Ana o'tib. Bitta gapiring yana. 39 million qilib beraman. 39 millionga xayriga o'tib berasiz. O'zi zo'r bo'ldi. Xayriga o'tib beradigan ham qilib beravering. Endi hozir sizni kim so'kadi? Kim so'kmaydi-yu, misol. Endi kelib ko'rganlarga ozgina o'tib berasiz-da. Hech kim arzon aytgan bo'lsa. Xonajini narxida to'g'ri. Endi obunachilarim yeb itishidan boshqa kamchilik yo'q. Bitta shu mana shu yerdan ishlamay, 3 yil. Shu. 3 yilin. Ayda shu. Boshqa bu ozgina bo'lsa ham chiqadimi? Endi hozir to'shni bilmayman uni. Zo'r chiqmayapti.
Chiqmayapti endi, sen bo'laver. 3 yilga olish olsan. 3 yilin 3 yilini ham ko'p beradi. O'z fermerlar Qirg'iz so'q ketyapti. ko'p sigirni berilmas ko'p bo'ladi. Nimaga? Ikkinaqa sog'liq. Buni shunaqa sog'ish kerak edi o'sha paytda. O'shanda nima chiqardi? Mo'tchanalik behijolat kelib tekshirib olish olsin. Hozir nariga biz olamiz, ko'rsatamiz, xudo xolasa. Olsa keyin o'zim o'ynab olaman, qochirib olaman deganiga tushaveradi. Fermerga ham tushaveradi. Behijolat mol. Tuyroq oyoqlari zo'r, xudo xolasa. Ayar vash yuguradi. Mol katta narsa. Bo'yi kamida 155, 160 keladi. Vesi ne chiqadi taxminan? 8 kilo ortiqroq ketaveradi. Qanaqa yem yeyapti hozir bu? Makiyor, maraq, tashna narsalar yeyapti. Raps chempion. 15 ta teparoq sut beradi. 15 tadan ko'proq suti bor. Ha. Hozir nariga biz olamiz, ko'rsatamiz. Qadrli obunachilar, sigirimiz sog'ish jarayoni tek turadi. Mana chiqishi mana. Tuzakonni to'ka beradi. Katta mol. Agar boqaman, sigir qilaman deganga kelishtirib beramiz-da. Buni so'ysa hayitda to'g'risi. O'zimni ham ko'zim qiymayapti. Silosi ham kichkinalik qilib shu silos yetkazolmaganidan sotyapman men. Agar tagiga bola qo'shib olaman deganlarga bo'zo'lamiz bor, shuni hozir bir qator ko'rsatamiz. Qadrli obunachilar, bo'zo'chalarimiz. Mana shunisi xunajin. Bu novoschi 3,5 oylik. Bu xunajin toza semental bu. Mana. Bitta ikkita yana bor. Mana bitta bu ham xunajin. Bunisi novoschi. Qiziqqanlarga mana. Çö. Mah. Görüyorlar. Bu nazikçe bana. 15-20 kilo. Mana onu yapacağım ana. Bu yana şu 15-20 kilo. Mana bu bir aile atrofida bu nazik. Bu yana 100% simental, inan semona, potasyum sement. Tushungani bo'lsa, tagiga qo'shib olaman deganlar. Agar bularni o'zini alohida olaman desalaring, narx o'ziga yarasha bo'ladi. Bular hozir men aqa yursam aqa yuryapti, baqa yursam baqa yuryapti. Sut berishadigan bo'ldi-da. Cho. Qadrli aka-ukalarga uchovini buni olaman deydigan bo'lsalaring 53 millionga o'tib beramiz.